The love of Muhammad and his family is my true religion, my reason to be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Allohning marhamati bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hayotlarini qisman muxtasar o'rganishimizni davom etamiz. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Madinada 1-hijriy yillarda qiblaning o'zgarishiga guvoh bo'ldik. Ramazon ro'zasining farz bo'lganligi hamda zakotni farz bo'lganligi ham mana shu 1 va 2-hijriy sanalar orasida bo'lganligiga biz siz azizlar bilan guvoh bo'lib turibmiz. Lekin azizlar, mana shu yillarda, xususan 1-sananing oxiri, 2-hijriy sananing boshlarida juda ham katta bir tarixiy voqea bo'lgan. Bu voqeani biz bir oz eslab o'tmasak adolatsizlik qilgan bo'lamiz. Chunki bu tarixda juda ham mashhur voqea, bu Badr jangi hisoblanadi. Nimasi bilan bu Badr e'tiborli? Mana kitoblarda, tarixlarda o'qiydigan bo'lsak, Badrda ishtirok etgan sahobalar alohida ehtirom qilinadi. Sahobalarning ba'zi birlarini tarixiy siratlari o'rganilganda falonchi sahoba bu Badr ishtirokchisi degan nom bilan alohida bir e'tirof qilinadi. Sababi bu Badr jangi nafaqatgina aytaylik bu yerda bir moliyaviy, bir iqtisodiy tomondan, balki ma'naviy, diniy nuqtai nazardan juda ahamiyatli. Chunki ayni mana shu jangga farishtalar birgalikda jang qilganligini Qur'oni Karimda ham Alloh o'zi bayon qiladi. Bu Badr farishtalar bilan birgalikda Jabroil alayhissalom, Isrofil alayhissalom, Mikoil alayhissalom birgalikda bo'lgan jang hisoblanadi. Buni boshlanishi demak 2-hijriy sanada 17-Ramazon kunida bo'lib o'tgan bu voqea. Bu azizlar, Badr juda ham keng voqea. Biz buni har bir nuqtasiga to'xtalib o'tishlikka vaqtimiz ham yetmaydi, fursatimiz ham yetmaydi. Qolaversa, ba'zi bir joylarini hammasini alohida aytib o'tishlikni biz maqsadga muvofiq deb topmadik. Chunki biz tarixiy voqealarni qisman o'rganyapmiz. Xolos, agar buni har biriga qanday bo'lgan, nechtasi qayerda ishtirok etgan, qaysi qo'mondon kim bilan kim urushgan, bu narsalarga to'xtalib o'tirsak, juda ham vaqtimiz ko'p bo'lar ekan. Albatta bu narsani hozir kitoblarda tarjimalari chiqqan va boshqa alohida Badr haqidagi aytilgan mau'izalarda bu haqida tafsilan to'xtalib o'tishlik mumkin bo'ladi inshaalloh. Ammo biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa azizlar, aslida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam urush qilish niyatda bo'lmagan. Balki Abu Sufyon boshchiligidagi karvon Shomga ketib, qaytib kelayotganda mana shu karvonning yo'lini to'sishlikka qaror qilingan edi. Chunki o'sha karvondan o'tkazib yuborilsa juda katta boylik mushriklar qo'liga tushadigan bo'lsa, ular o'shini hammasini musulmonlar zarariga ishlatishlik niyatida edilar. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ularni karvonini to'sib, urushni oldini olish maqsadida yo'lga chiqqan edilar. Biror bir jangda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam azizlar o'zlari bosqinchilik ma'nosida yoki biror bir yo'l to'sarlik ma'nosida qilmaganlar. Hammasini tagida albatta Alloh azza va jallaning topshirig'i, qolaversa yurtini, xalqini, ummatini ozodligi, tinchligi, osoyishtaligi uchun qilingan harakatlardir. Abu Sufyon Shomdan qaytib kelayotganida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir qancha ansoriy sahobalarni birgalikda olib, ular bilan birga uning yo'lini to'sishlikni niyat qilib chiqdilar. Shoshilishda bo'lganligi uchun deyarli 310 dan ziyod, ba'zilar 319, 313 har xil aytadilar. 310 dan ziyodroq musulmonlar bilan birga chiqdilar. Ularda faqatgina 2 ta otlari va 70 ta tuyalari bor edi xolos. Juda unaqa katta qurollanmagan, katta bir tayyorlanmagan holatda chiqib keldilar. Shu mahal bu yoqda Abu Sufyon Shomdan qaytib kelayotib xabar topdiki, yo'llariga Muhammad alayhisolatu vasallam sahobalar chiqib uni karvonini olib qolar ekan. Ko'p avvalgi keltirilgan zararlarni evaziga mana shu jarima sifatida olib qolinar ekan degan xabarlar kelgandan keyin Abu Sufyon qo'rqib ketdi va qo'rqib ketib tezda Zamzam ibn Amr degan bir kishini yollab, unga qo'llariga ijara pullarini berib tezlik bilan Makka ga borib
makkaliklarga Muhammad sallallohu alayhi vasallam ularni karvonini to'sib olib qo'ymoqchi, kimga molini achchig'i, kimga dunyoning keragi bo'lsa chiqsin yordamga degan da'vatni qildi. Zamzam ibn Amr baqirib, dod-fig'on qilib kirib bordi. Tuyasini burni kesilgan, quloqlari kesilgan, qoni oqib turgan, o'zini ko'ylaklari yirtilgan holatda baqirib kirdi. Odatda juda dahshatli xabarni aytmoqchi bo'lsa, mana shu holatda kirishar edi bular. Buni ko'rgan makkaliklar juda ham katta bir dahshatli urush olovi yonganini bilishar edi. Ataylatdan mana shu holatda Abu Sufyon kirgizib bordi. Buni ko'rgan Abu Jahl bir pasda butun Makkadagi kofirlarni, mushriklarni to'plab Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qarshi urushga da'vat qildi. Aslida bu yerda hech qanday urushish niyati yo'q edi, lekin o'zingiz bilganingizdek Abu Jahl doimo payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ozor berish, u zot bilan urushish niyatida yurardi. Bu Abu Sufyonning chaqirig'i unga ayni muddao bo'ldi. Hammalarini chaqirdilar, faqatgina Abu Lahab bu urushda qatnasha olmadi, chunki u kasal edi. Lekin qarang, kasalman, men uzrim bor demadi-da, balki u Os ibn Hishom degan bir kishi bilan dunyoviy muomalasi bor edi. Os ibn Hishomni Abu Lahabdan qarzi bor edi. Abu Lahab chaqirib qarzingni ber degan talabni qo'ygan edi. Hozir qarzimni bera olmayman dedi. Agar unday bo'lsa, qarzingni uzishlikni yo'lini ko'rsataman, meni o'rnimga jangga chiqasan dedi. Noiloj qolgan Os ibn Hishom Abu Lahab o'rniga ularga qo'shilib ketdilar. O'shanda ular 1000 dan ortiq askar to'pladilar. 200 dan ortiq otlari bor edi. O'sha mahaldagi hamma zamonasining eng yaxshi qurollari bilan qurollangan holatda Abu Jahl, Utbalar ko'pchilik jamlanib yo'lga otlandilar. Ularning maqsadi demak musulmonlarni tormor qilishlik, ana bundan keyin Madinaga ham borib urush qilishlik edi. Hatto o'zining askarlarini ruhlantirish ma'nosida oldilariga kanizaklarini, joriyalarini qo'yib, ularning qo'llariga doira childirmalarini, do'mbaralarini berib, ularni qo'llab-quvvatlaydigan qo'shiqlarni aytkizdirib yo'lga chiqib bordilar. Bu tomondan esa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bemalol kelib, ularning yo'lini to'sib, nari karvonda olish maqsadida kelyotdi, lekin bundan Abu Sufyon xabardor bo'lib, Abu Sufyon yo'lini o'zgartirib, dengiz yoqalab karvonini o'tkazib yubordi. Ya'ni Rasulimiz alayhisolatu vasallam va sahobalarga Abu Sufyonning karvoni to'g'ri kelmadi. Shundan Abu Sufyon bildiki, endi kelayotgan Makka mushriklarning askarlarining hojati yo'q, chunki asosiy maqsad karvonda ehtiyot qilish edi. Demak, karvon ketgandan keyin endi ular qaytib ketsa bo'laveradi deb orqasidan elchi yuborib, endi qaytib ketinglar, karvon sog'-omon o'tib ketdi, urushni endi ahamiyati yo'q, hojati yo'q degan xabarni aytdi. Lekin Abu Jahl qattiq turib oldiki, bizga karvonda umuman e'tibori yo'q, balki biz hozir o'sha Badr degan maydongacha boramiz, u yerda 3 kun aroq ichib maishat qilamiz, boshqa qabilalar bizni g'ururimizni, mardligimizni ko'rib qo'ymaguncha biz bu yo'ldan qaytmaymiz deb hammani yo'ldan ozdirdi. Juda ko'pchilik kelib Abu Jahlga qaytaylik, bu maqsadsiz urush bo'ladi deganiga ham quloq solmadi, chunki u badbaxtning asosiy maqsadi payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam bilan urushish edi. U zotga ozor berish edi. Shuning uchun u fikrlarni zavqlantirib, hatto ichida ba'zi bir avval musulmonlarning qo'lida yaralanib yoki halok bo'lganlar bo'lsa, o'shalarni jigarlarini, qarindoshlarini o'rtaga tushirtirib, urush o'chog'ini, urush olovini Abu Jahl jadallashtirib yubordi. Hech kim hech narsa deya olmay qoldi. Va ular asta-sekin Badrga qarab kela boshladi. Badr bu demak Madinadan 150 chaqirim uzoqlikdagi bir maydon bo'lib, mana shu maydondan kesishib shu yerda jang qiladigan bo'ldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Ravho degan joyga yetib kelganida karvonni o'tib ketganligidan xabardor bo'ldilar va qaytib ketishligini o'ylab turganida ikkinchi bir xabar, dahshatli bir xabar keldiki, Makka mushriklari 1000 dan ziyod askarlari bilan, mana shuncha otlari bilan, shuncha qurol aslahalar bilan qurollangan holda Madina tomon kelyapti degan xabar kelgandan keyin endi orada iymonda, vatanda, yurtni, oilani himoya qilishlikdek buyuk bir sharafli bir vazifa yuklanib qoldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hayron bo'lib nima qilishni bilmadilar va sahoba-i kiromlardan maslahat so'radilar. Nima deysizlar? Mana karvon o'tib ketibdi, nima qilaylik? Biz tomonga esa mana shuncha ziyoda askarlar kelyapti ekan dedilar. Ba'zi birlari, "Ya Rasululloh, axir biz tayyorlanmasdan shu karvon uchungina chiqib keluvdik-ku. Ozginagina askar bilan qurolimiz ham oz, mana 70 ta tuyamiz va 2 ta otimiz, hech narsamiz yo'q.
qanday bo'larkin degan gaplarni aytdilar. Lekin aksarlari o'rnidan turib, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, nima desalar o'shini qabul qilamiz. Alloh buyurganiga biz tayyormiz. Vatanimizni, yurtimizni, oilamizni, sha'nimizni sizni himoya qilishlik uchun jonimiz bilan kurashishlikka tayyormiz. Qaysi yo'lga bo'lsa boshlang, biz o'sha yo'ldan yuramiz deb aytdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3 bora o'rtaga maslahat tashadilar. Uchalasida ham turib gapirdilar, lekin o'sha uchala gapirganlarida ham hammalari muhojirlar edi, ya'ni makkaliklar edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qayta savol berayotgani sababi u kelgan sahobalarning 300 ning ichida 200 dan ziyoda ansoriylar edi. Ularda ham bir taklifini kutdilar. Buni fahmlagan Sa'd ibn Muoz al-Ansoriy o'rinlaridan turib, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, biz o'zlariga bay'at qilganmiz, jonimiz va molimiz bilan sizni himoya qilishlikka va'da berganmiz. O'zlari nimani ravo ko'rsalar shuni qilamiz. Dengizga kir desangiz dengizga kiramiz. Olovga kir desangiz olovga kiramiz. Lekin siz uchun jonimizni berishga tayyormiz. Nimani Alloh sizga buyursa shuni qiling dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yuzlari shunday nurafshon bo'lib yorishib ketdiki, bu javoblardan sahobalarning sadoqatidan, taqvosidan, muhabbatidan xursand bo'lib ketdi. Ularga qarab, Alloh menga bildirdiki, bu jangda biz g'alaba qilamiz dedilar. Keyin bir oz yurganlardan keyin bular yo'lga chiqdilar. Yo'lda qiyinchiliklar bilan borishib, oxiri Badr maydoniga yetib keldilarda, Payg'ambarimiz alayhisalom mana shu joyga tushinglar deb hammani bir joyga tushirishga amr qiluvdilar. Qubob ibn Munzir degan bir sahoba kelib uzr so'rab aytdilarki, ota-onam sizga fido bo'lsin ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, mana shu joyga tushishlikni sizga Alloh buyurdimi yoki o'z ixtiyoringiz bilan qilyapsizmi dedilar. Shunda Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, Alloh menga bu to'g'risida vahiy tushirgani yo'q, balki men o'z ixtiyorim bilan qilyapman deganida, ruxsat bersangiz unda bu ishimiz xato bo'lyapti ekan. Biz avvalroqqa yuraylikki, quduqlar biz tomonda bo'lsin. Toki quduqlar suv manbasidir. Ertaga suvsizlikdan qiynalib qolamiz, shuning uchun quduqlar biz tomonda bo'lsin. Hamma boshqa quduqlarga tosh solib bekitaylikda, bitta quduqni biz tomonimizga egallab o'sha joyga bir chuqur qazib, nariga quduqdan ham olib to'ldirib olaylikki, bizda suv zaxiramiz bo'lsin. Chunki hali oldimizda nima gap, nima so'z, nima janglar bilmaymiz-ku dedilar. Shunda Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hubob ibn Munzirning gaplarini ma'qullab mana shu joyga yurdilar. Bu joyda ham juda bir nozik masala turibdiki, qarang, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam dunyoviy ishlarda o'zini mutaxassislarini maslahatini olganlarda. Bu yerda shuning uchun ham haligi sahobamiz ham sizga vahiy tushmadimi bu haqida? Agar vahiy tushsa bu demak Allohning buyrug'i, bunga hech narsaning iloji yo'q. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari mutaxassis bo'lmaganliklari uchun jang mutaxassisi, ya'ni askarlik mutaxassisligini ustasi bo'lgan mana bu sahobaning gapini qildilar. Bu ham bizga ta'lim bo'ladi. Ba'zi sohalarda har bir narsani o'zini egasi, o'zini mutaxassisi qilmoqligi kerak. Biz esa ayniqsa diniy ulamolar o'zimizni diniy, ma'rifiy, ma'naviy yo'nalishimizda tushuntirish ishlarimizni, xizmatlarimizni olib borsak, ammo boshqa sohalarda o'zini egalari albatta buni qoyilmaqom qilib qilishliklariga imkon berishimiz va bular bilan dunyoviy ishlarda o'z holiga qo'yib, ularga yordam berib, ularga duo qilib turishimiz kerak. Mana shu voqealar tarixda mana Rasulimiz alayhisolatu vasallamni ushbu qilgan ko'rsatmalari biz uchun ta'lim bo'ldi. Birdan suvsizlik bo'lib qoldi. Ba'zi birlari uxlab turganlardan keyin g'usl qilish to'g'ri kelib qoldi. Tahoratga suv yo'q, ichgani hayron bo'lib turdilar. Birdan Rasulimiz alayhisolatu vasallam duolarining barakoti bilan osmondan yomg'ir yog'ib, hamma joy suvga, ariqlar suvga to'lib, sahobalar g'usl va tahoratlarni qilib, ichgani meshlarigacha suvni, yomg'irdagi eng pokiza shirin suvlarni olishlik imkoniyatini berdi. Bir go'zal bir holatni Alloh ularga hosil qilib berdi. Badrga kelib joylanib, xuddi Hubob aytgandek o'sha quduqlarni egallab, u yerga suvlarni qilib, hammalar mana shu joyga tushgandan keyin Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ikkita asir olib kelishdi sahobalar, ya'ni o'sha makkaliklar tomonidan, ularning suvchisi ekan. Ularni olib kelgandan keyin sahobalar avval uni sen ularni askarisan dedilar. Ular men Abu Sufyonda askari emasman, men hech narsani bilmayman deganiga qaramay sahobalar bir oz kishini qiynagan bo'ldilar.
Shu payt payg'ambarimiz alayhissalom namoz o'qiyotgandilar. Namozni tugatib ularga qarab aytdilarki, bu rost gapirsa uryapsizlar, yolg'on gapirsa ishonyapsizlar dedi. Bu haqiqatda Abu Sufyonda ichida yo'q, bu to'g'ri aytyapti bular dedi. So'ngra ular siz kimsiz dedi, biz suvchilarimiz dedi. Qurayshda kofirlarda qancha askari bor dedi. Ular aytdiki, biz bilmaymiz, ular mana bu tepalik orqasiga joylanganini bilamiz, lekin qancha askari borligini bilmaymiz dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom qancha tuya so'yib ovqat qilinyapti dedi. 9 ta, ba'zan 10 ta deydilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam demak ular 1000 ga yaqin ekan, 900 dan 1000 ga yaqin ekan deb o'zlari chamalab bilib oldilar. Ammo biroz ko'ngillari g'ashlandi, chunki 300 nafar askar, ozginagina tuyasi bor, ikkitagina oti bor, juda qiyin holat. Ular esa 1000 ta, ularda ziyod hamma narsasi bor. Biroz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shu joyda ko'ngillari g'ashlangan bo'ldi. So'ngra duo qildilar. Shu qadar duo qildilarki, azizlar qo'llarini osmonga ochib yig'lab duo qilganlarida yelkalaridagi ridolari tushib ketdi. Orqasida turgan Abu Bakr Siddiq hadib yelkasiga ilib oxir aytdilarki, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, duoyingiz kifoya qiladi, albatta Alloh sizning duolaringizni qabul qiladi dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'zidan yosh oqib shu kuni Allohdan yordam so'radi. Agar bugun bizga yordam bermasang dedi Alloh taolo, senga ibodat qiladiganlar qolmaydi yer yuzida degandek gaplarni aytib Allohdan yordam so'radi. Ammo haqiqatda ham Alloh taolo payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga o'shinda yordam berdishligini va'da qildi. Sahobalarga bir ajoyib bir uyqu berildi. Qarang, jang bo'ladi ertalab, lekin Alloh ularga ko'zini o'zlariga bo'ysunmaydigan qilib hammasini uxlatib qo'ydi, rohatlantirib. Hatto payg'ambarimiz alayhisalom ham uxladilar. So'ngra turib aytdilarki, mujda bo'ldi, Alloh menga xabar qildi, albatta inshaalloh biz yengamiz dedilar. Hattoki Abu Jahl qayerda olamdan o'tadi, qayerda o'ldiriladi, hammasini joylarini yurib ko'rsatib berdilar. Mana bu joyda palonchi, mana bu joyda palonchi, mana bu joyda palonchi bo'ladi deb aytib berdilar. Mana shu aytganlari albatta jangda bo'lganligini ko'rdi. Bu bir mo'jiza edi. So'ng payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hamma sahobalarni mana shu joyda turgizib, ularni jangga hozirlay boshladilar. Hammalari bu yerda demak Rasulimiz alayhisolatu vasallamning asosiy maqsadlari Madinaga ularni kirgizmaslik, Madinani himoya qilishlik va shuning bilan birga demak o'zlari sahobalar bilan birga dini diyonatni himoya qilishlikdek buyuk bir sharafda edi. Qarangki, jangdan oldin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalarni hammalarini bir saf turgizishlikka buyurdilar. Saflab turinglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jangda va namozda saflarni tekis bo'lishini talab qilardilar. Qo'llarida bir asoga o'xshagan bir cho'p yog'ochi bor edi. Qani bundoq turinglar deb turib bir sahobani bir oz tanasiga, beliga haligi qo'lidagi yog'och tegib ketdi. U Savod degan sahoba edi. Payg'ambarimiz alayhisolamning oldilariga kelib, ya Rasululloh, uzr, bir narsani so'rayman. Nima degan edilar? Siz dedilarki, bu dunyoga haqiqatni barpo qilgani kelgan zotsiz. Shundaymi? Ha, shunday. Adolatni barpo qilgani kelgan zotsiz. Hozir siz meni mana bu yog'ochingiz bilan urib menga ozor berdingiz dedi. Sahobalar hammalari larzaga tushib ketdi. Oldimizda jang turgan bo'lsa, bu birgina cho'pni tegib ketishligini gapiryapti. Ehtimol etdi, kamon o'qi teyar, nayza teyar, qilich teyar. Bu nima deyapti o'zi degandek bo'lib, ba'zi birlari dahshat va g'azab bilan qaradilar. Lekin Savodga qarab Rasulimiz alayhisolatu vasallam, "Men qasddan qilganim yo'q, nima xohlaysan?" dedi. Toki men jangga kirishdan oldin menga bergan ozoringizni qaytarib, sizni ham shu cho'p bilan urib qo'yayki, qiyomatga qolmasin dedi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam "Ket" dedilarda, qora ko'ynaklarini ko'tarib badanlarini ochdilar. "Urmana" dedilar. Savod yugurib keldida cho'kka tushib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning badanlarini o'pib, yuzlariga surkay boshladi. Hamma hayron. Savod o'pib yuzini surkab, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sizni urishga kim ham jur'at qilardi? Nega bunday qilding?" deydi. "Oldimizda jang turibdi. Mushriklar ko'pchilik ekan. Men jangdan chiqamanmi, chiqmaymanmi bilmayman. Oxirgi men ushagan, oxirgi tegingan sizning badaningiz bo'lsinki, qiyomatda Alloh menga do'zaxni o'tini harom qilsin" dedi. Kim Rasulullohning badani tekkan bo'lsa, u hech qachon do'zaxda kuymas ekanda. Mana shunday bir ulug' ne'matni qarang. Hatto urush bo'lyapti. Sahobalarning zakiyligini, oxiratni o'ylaganini, Rasulimiz alayhisolatu vasallamga muhabbatini ko'rib inson lol qolmasdan iloji yo'q. Shu paytda ham haligi qulaylikdan foydalanib Rasulimiz alayhisolatu vasallamning badanlariga o'zini badanini tekkizib o'pib, "Ilohim, men mabodo o'lsam do'zaxni o'tida kuymaydi" deb shuncha ishonch va muhabbat bilan qilgan bu sahobaning harakatiga sahobalarning o'zlaridan yosh oqdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tabassum qilib kuldilar, Savodning haqqiga duo qildilar. Shun bilan
jangiga kirishadigan bo'ldi. Bu Badr bir maydon. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam sahobalarni turgizib turgan bir paytda u tomonda kofirlar hammasi turibdi. Ularning ichida ular tanimagan Qurayshga dushman bo'lib turgan qabilani bir sardori ko'rinishida ham bir qariya otida 3 ta askari bilan kelib, jangga kirishinglar, qo'rqmanglar, Muhammad alayhisolamni o'ldiramiz deb nido qilib baqirib turdi. Ular uni ko'rishib xursand bo'ldi, dushman qabilamiz keldi deb. Lekin aslida u shayton ularning qiyofasida kelgan edi. Iblis jang qilgani kelgan edi. Iblis birdaniga qo'lida qilichini ko'tarib turib qo'rqib ketib, xuddi simob quyilgandek erib orqasiga qochib ketdi. Haligi turgan Abu Jahl va boshqalarga hozir sen biz tomon bo'lib turuvding, nega qochyapsan deganda, sizlar men ko'rgan narsani ko'rganingizda edi, sizlar ham qochardinglar deb orqaga qochib ketdi. Chunki u o'sha paytda hech kim ko'rmagan Jabroil alayhissalomni ko'rib qoldi. Jabroil alayhissalom ham u yoqda shayton turgan mahalda bu yoqqa Mikoil va Isrofil alayhissalom bilan va bir nechtalab farishtalar bilan yordamga kelgan edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam qo'llariga qumlik toshni olib Allohdan umid qilib duo qilib sochdilar. Kofirlarning boshiga bir qum tosh yog'ildi. Badrda ishtirok etgan sahobalar keyinchalik guvohlik berib aytgan ekanlar, biz ba'zan hayron qolganmiz, biz qilich ko'tarmasdan turib yonimizda dushmanni yerga yiqilganini ko'rganmiz deydi. Bu o'sha farishtalarning birga qilgan janglari edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam shuning uchun ham o'shinda qattiq duo qildilar. Sahobalar sadoqat, jasorat ko'rsatdilar va o'sha Badr jangida musulmonlar zafar topdilar. Abu Jahl va juda ko'pchilik kofirlar, mushriklar o'sha kuni qatl qilindi, olamdan o'tdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam ko'p dushmanlardan qutuldi va juda katta zaxira, o'ljalar qo'lga tushib, musulmonlar zafar topib Madinaga qaytadigan bo'ldilar. Albatta bu yerda azizlar yana bir narsani to'g'ri fahmlashimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam tarixlarni o'rganar ekanmiz, u zotda sahobalarda hech qachon nafsoniyat uchun yoki bo'lmasa hokimiyat uchun yoki bo'lmasa boshqa biror bir maqsad uchun emas, balki doimo himoya uchun, vatanini, dinini, oilasining himoyasi uchungina mana shunday jasoratga qo'l urishga majbur bo'lganlar va bu albatta Allohning marhamati bilan. Mana shu Badr haqidagi bergan tarixiy kitoblarda buyuk vatandoshimiz Alixon To'ra Sog'oniy o'zlarini Tarixi Muhammadiya degan kitoblarida ham bir ajoyib bir narsani bergan ekanki, insonda deydilar bu kishi 4 ta narsa bo'lmasa u haqiqiy inson qiyofasida tura olmaydi. Inson uchun, insonda qadri uchun 4 ta narsa kerak bo'ladi deb yozgan ekanlar. Birinchisi uning erki, hurligi. U agar boshqa bir millatni, boshqa bir davlatning qo'lida mustamlaka bo'lib tursa, u odamda haqiqiy baxtli inson deb bo'lmaydi. Ikkinchisi insonning vatani, yurti bo'lishligi kerak. Toki har kim o'z vatanini ona kabi muqaddas sanab, o'z vataniga, o'z bayrog'iga, o'z yurtiga ega bo'lmas ekan, u insonda ham baxtlilik, insoniylik sharafi bo'lmaydi. Keyin uni moli dunyosiga o'zi xo'jayinchilik qilishligi va albatta uni ota-bobolardan kelgan dini diyonati o'zini erkida bo'lishligi lozim deb aytgan ekanlar. Haqiqatda ham Allohga shukronalar keltirishimiz kerakki, ayni yashayotgan davrimiz mana shu muhabbat qilishimiz, baxtlik bo'lishimiz kerak bo'lgan har bir tur baxt deb atalgan ne'matlar bizda alhamdulillah muyassar. Jonajon vatanimiz, jonajon yurtimiz, moli dunyoyimiz, uru erkimiz, diniy diyonatimiz qo'limizda bo'lgan, istiqlolga erishgan mustaqil bir yurt, bir vatanda yashar ekanmiz. Sahobalar o'zini yurtini qanday sevgan bo'lsa, o'zini vatanini qanday himoya qilgan bo'lsa, biz ham mana shu jonajon vatanimizni mana shunday sevishimiz, vatanimiz uchun jonimizni berishimiz, vatanimizni ehtiyot qilishlik uchun bori butimizni sarflashimiz, Allohga shukronalar aytib shukr ila yashamoqligimiz lozim bo'ladi. The love of Muhammad and his family is my true religion.